Granit qozonlarga azilit bilan simchotkani umuman teg'izib bo'lmaydi. Qozonni rangini buzib qo'yadi, undan ham oldin bo'lsa tegini oladigan qilib qo'yadi. Telefonga yaqinroq kelinglar. Hozir men sizlarga hech qanaqa kuch yetkazmasdan gubka yordamida qozonga hech qanaqa shikast yetkazmasdan tozalashni ko'rsataman. Idishga soda, uksus, chayni soda va suvni qo'shib yaxshilab bir xil massa qilib olamiz. Qozonimizni gazda yaxshilab qizdirib, keyin orqasini o'girib, gubkani orqa tomonida yaxshilab ishqalab olamiz. Qozonni holatiga qarab 2-3 marta takrorlasanglar bo'ladi. Men bitta qilganimning o'zida 10 songina chirklari ketdi. Har haftada bitta qozon tovalarni shunaqa tozalab tursanglar, umuman chirki bo'lmaydi. Undan tashqari, idish tovaga ishlatganimda ham shunaqa zo'r yaltillatdi. Ham gel ham ko'payar ekan. Idish toza yuvilib, yaltirab chiroyli bo'lib chiqar ekan. Granit qozoni bor qanaqa tozalashni bilmay yurgan tanishinglarga bu videoni tashlab qo'yinglar. Yo'qotib qo'ymaslik uchun o'zingizga sahrangiz qilib oling, like bosib qo'ysangiz xursand bo'laman.